Hammaga salom, rasmiy xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4 fevral kuni Iordaniya Hoshimiylar podshohligi senati raisi Faysal Aqif Misqal Al-Fayoz boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Shahboz Sharifning taklifiga binoan 5-6 fevral kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Dasturga muvofiq Islomobodda Pokiston Prezidenti Asif Al-Zardoriy, bosh vazir Shahboz Sharif, Mudofaa kuchlari oliy bosh qo'mondoni, qurolli kuchlarning quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoni Feld Marshal Asim Munir bilan muzokaralar o'tkazildi. Strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi o'tkazildi. Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabi shahrida Shayx Zoyid nomidagi insoniy birodarlik xalqaro mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taqdirlash marosimi ishtirokchilariga video murojaat yo'lladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari 4 fevral kuni Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Farg'ona viloyatini rivojlantirishning ustuvor vazifalari belgilab olindi. Shavkat Mirziyoyev 3 fevral kuni suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash hamda suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda bu boradagi ishlar qamrovini kengaytirish bo'yicha ishlangan yangi takliflar ko'rib chiqildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 fevral kuni urbanizatsiya va uy-joy qurilishida yangicha yondashuvlarni joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari 2 fevral kuni Navoiy xalqaro aeroporti faoliyati samaradorligini oshirish hamda aviatsiya korxonalarini transformatsiya qilish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari 30 yanvar kuni Toshkent shahrida Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 yanvar kuni Jizzax viloyatida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Davlatimiz rahbari viloyatni rivojlantirishda tog'li va cho'l hududlarining salohiyatini alohida yondashuvlar asosida ro'yobga chiqarish zarurligini ta'kidladi. Tugayotgan haftaning rasmiy xabarlari bilan tanishdingiz, omon bo'lasiz. Endilikda jahon axborot, ijtimoiy tarmoqlarda uyatli so'zlar bilan so'kinish, haqoratomuz so'zlar ishlatilganligi va jamoatchilik tartibini buzuvchi boshqa shu kabi harakatlar uchun ham ma'muriy javobgarlik joriy qilinadi. Ushbu norma jamoat tartibi va fuqarolarning osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatli. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni loyihasi shu kabi tartibbuzarliklarning oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Biz bilamizki, bizda ma'muriy javobgarlik kodeksimizda o'sha bezorlik bilan bog'liq moddamiz bor. Ya'ni o'sha 183-moddamizga alohida internet bezorligi bilan bog'liq norma kiritilmoqda. Bu siz aytgandek uyaltirish emas. Bu to'g'ridan to'g'ri shaxslarga, jamoat tartibiga, jamiyatga qaratilgan haqoratli so'zlar ishlatish yoki bo'lmasa o'sha shilqimlik, o'rnatilgan tartibotni buzish, obro'sizlantirish maqsadida ataylab qasddan sodir etiladigan harakatlar. Umuman bitta qiziqarli o'sha deputatlarimiz tomonidan savol ham ko'tarildi. Umuman internet bu jamoat joyimi degan masala bo'ldi. Men bu bo'yicha xorijiy tajribani ham o'rgandik. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida masalan public forum, ya'ni jamoatchilik maydoni sifatida. Germaniyada ham, Fransiyada ham o'sha jamoatchilikni muloqot qilish maydoni sifatida qaraladi va ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni internetdagi tarmoqlarda ishlatiladigan haqoratli so'zlar bu jamoat joyida shu narsani real hurmatsizlik qilgan bilan tenglashtiriladi. Xalqimizda bir dono maqol bor, o'ynab gapirsangiz ham o'ylab gapiring deydi. Harakatimizda boshqa shaxslarni harakatlariga, manfaatlariga daxl qilmaslik, unga ziyon yetkazmaslik degan bizda majburiyat bor. Konstitutsiyamizda bu narsa belgilab qo'yilgan. Shuning uchun o'ylaymanki, g'ayri ijtimoiy harakatlardan odamlar o'zini tiyadi. Ayniqsa yoshlarimizga bu narsa katta bir ibrat bo'ladi deb o'ylayman.
Shuningdek, majlisda madaniy meros obyektlarini huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi. Mazkur qonun loyihasining mazmun mohiyati nimalardan iborat? O'zingiz yaxshi bilasiz, madaniy meros deganda biz ikki sohani nazarda tutamiz. Bu nomoddiy madaniy meros va moddiy madaniy meros. Va hozirgi kunda mana shu sohadagi islohotlarni yana ham jadallashib ketayotgani va O'zbekistonning madaniy merosi dunyoga chiqayotganini nazarda tutgan holda va ish ko'lamini ko'payganini nazarda tutgan holda hozirgi kunda mana demak taklif keldiki, nomoddiy madaniy meros ustidan o'sha vakolatlarni nazorat qilish va vakolatlarni amalga oshirish borasida Madaniyat vazirligi o'zini demak vazifalarini ado etishda davom etadi. Ya'ni nomoddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, ularni saqlash, ularni yana ham kelajak avlodga qoldirish borasidagi ishlar yana ham jadallashadi. Va moddiy madaniy meros ustidan demak nazoratni olib borish, uni muhofaza qilish, undan oqilona foydalanish borasidagi vakolatlar endi O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligiga yuklatilyapti. Shuningdek, yalpi majlisda aholiga sifatli tibbiy xizmatlar ko'rsatishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, samarali probatsiya nazoratini tashkil etish, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va boshqa qator qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari jadal kechayotgan, axborot makoni chegara bilmas tus olgan sharoitda har bir davlat uchun o'z milliy o'zligi, tarixiy xotirasi, madaniy kodi, urf-odat va an'analarni saqlab qolish va avloddan avlodga uzluksiz yetkazib borish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, yosh avlod ongida milliy iftixor, tarixiy tafakkur, ma'naviy barqarorlik va madaniy merosga hurmat tuyg'usini shakllantirish davlat barqarorligi va jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu ma'noda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi va bevosita rahbarligida mamlakatimizda milliy qadriyatlarni tiklash, tarixiy merosni asrash, madaniy yodgorliklar va osori atiqalarni muhofaza qilish, san'at va milliy adabiyotni qo'llab-quvvatlash, axloqiy fazilatlar, urf-odat, an'ana va marosimlarga qayta hayot bag'ishlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur strategik vazifalar ijrosini ta'minlash, milliy qadriyatlarni ilmiy metodik asosda jamlash, tizimlashtirish va keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan olib borilgan kompleks ilmiy amaliy izlanishlar natijasida Milliy qadriyatlar atlasi nomli fundamental kitob albom tayyorlanib, nashr etildi. Mazkur kitob 8 ta ustuvor yo'nalishni o'z ichiga olgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: Yangi O'zbekistonning milliy qadriyatlari, milliy axloqiy qadriyatlar, urf-odatlar, marosimlar, bayramlar, milliy o'yinlar, milliy tabiiy qadriyatlar, milliy badiiy qadriyatlar. Kitob albomni tayyorlash jarayonida hududlarning barchasi qamrab olinib, har bir hududga xos bo'lgan milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar, ma'naviy meros, madaniy boyliklar, tarixiy yodgorliklar hamda milliy madaniyatga oid materiallar yig'ildi. Tizimli ravishda tahlil qilindi va ilmiy publitsistik uslubda qayta ishlandi. Natijada mazkur kitob albom o'zbek, ingliz va rus tillarida nashr etildi hamda milliy madaniy merosimizni xalqaro jamoatchilikka taqdim etishning muhim manbasiga aylandi. Ushbu tadbirlar milliy qadriyatlarimizni xalqaro miqyosda tizimli targ'ib qilish, madaniy merosimizni jahon sivilizatsiyasi kontekstida munosib namoyon etish hamda O'zbekistonning ma'naviy brendini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga jamlangan materiallar asosida qadriyatim.uz Milliy qadriyatlar atlasi elektron platforma va uning mobil ilovasi ishlab chiqildi. Mazkur platforma doimiy yangilab boriladigan interaktiv funksiyalarga ega. Chet el fuqarolari va xorijdagi vatandoshlar uchun O'zbekiston madaniyati, milliy qadriyatlari, moddiy va nomoddiy madaniy meros haqida xorijiy tillarda xolis va ishonchli ma'lumot beruvchi, milliy madaniy merosni raqamli formatda saqlash va targ'ib qilishga xizmat qiluvchi yagona axborot bazasi vazifasini bajaradi.
Ayniqsa, mazkur platforma mamlakatimizning ijobiy imijini shakllantirish, madaniy diplomatiyani rivojlantirish, turizm salohiyatini oshirish hamda xorijdagi vatandoshlar bilan ma'naviy aloqalarni mustahkamlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan ushbu yo'nalishdagi ishlarni tizimli ravishda davom ettirish, platformani funksional jihatdan boyitish, yangi tillar qo'shish, hududiy materiallarni kengaytirish hamda ta'lim, turizm va madaniyat sohalariga integratsiya qilish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Aziz mushtariy, bugun Ma'naviy hayot jurnalining 2025-yil 4-sonidan o'rin olgan insonni ma'nan uyg'otishga chorlovchi teran fikr, aniq dalil va tahlillar asosida yozilgan ayrim maqolalar bilan tanishtiramiz. Eshiklar o'z-o'zidan ochilmaydi. Ma'naviy hayot jurnalining bu galgi sonida muallif Shahnoza Rofiyevaning O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo bilan o'ziga xos yondashuvda tayyorlagan suhbati berilgan. Maqolada O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo ma'naviyat masalasiga oddiy shior yoki rasmiy tushuncha emas, balki inson hayotiga ma'no bag'ishlaydigan tirik jarayon sifatida yondashadi. Suhbatda ma'naviyat tashqi targ'ibot yoki lavozim bilan emas, insonning ichki dunyosi, kundalik xulqi, fikri va mas'uliyati bilan o'lchanishi ifodalangan. Eshikni taqillatmay turib, o'z-o'zidan ochilishini kutish yaramaydi degan xulosa butun suhbatning ramziy ma'nosiga aylangan. Jurnalning bu galgi sonida dotsent G'ulomjon Bobojonovning Hazrat Navoiyning Istirobi nomli maqolasi chop etilgan. Unda ona tilimiz dunyodagi eng mukammal 40 ta tildan biri ekani, uning tarixiy ildizlari aniq dalillar bilan ochib berilgan. Maqolaning markaziy g'oyasi Alisher Navoiyning Muhokkamatul Lug'atayn asari orqali o'zbek tilining naqadar boy va qudratli ekanining o'zi yo'q, bugungi avlodni o'z tiliga nisbatan mas'uliyatli bo'lishga undashi e'tirof etiladi. Milliy til xususida mulohaza yuritish, ayniqsa bugungi globallashuv sharoitida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yuqorida ta'kidlanganidek, 1,5 mingga yaqin tilning bugungi kunda tanazzul yoqasida turgani ibrat sifatida ko'rish uchun yetarli bo'lsa kerak. Tillarning yo'qolishi, unutilib ketishi, muomaladan chiqishi o'sha til egalarining boshqa tillarni o'z ona tilidan ustun sanagani, ona tiliga nisbatan hurmat va iftixor tuyg'usini yo'qotgani bilan bog'liq. Xo'ja ko'rsinmi, jo'ja ko'rsin. Nashrning ushbu sonida muallif Anvar Boboyevning shu nomdagi maqolasi o'rin olgan. Unda dunyoga mashhur shaxslar misoli orqali haqiqiy buyuklik shov-shuvda emas, balki jimgina xolis niyat bilan qilingan xizmatda ekani, xo'ja ko'rsinlik, riyo jamiyat hayotida qanday xavfli illatga aylanib borayotgani, ijtimoiy tarmoqlardagi soxta baxt, namoyishkorona saxovat, dabdabali to'ylar haqidagi fikrlar o'ta o'rinli va og'riqli nuqtada bayon etilgan. Mana deylik, falon maktabga dushanba kuni tuman hokimi kelarkan voqeasi. Dam olish kunlaridan voz kechishga majbur bo'lgan direktor va o'qituvchilar, navbatdan tashqari hasharga chaqirilgan o'quvchilar va ularning ota-onalari hammasi burnini jiyiradi. Tuman hokimi hech kimni bezovta qilishni istamaydi. Ular o'zini sarson qiladi. Chunki aslida ozodalik va batartiblikni yuqoridan kimdir kelishiga bog'lab qo'ygan hokim emas, ularning o'zi. Yanada ayanchli tomoni shuki, bu ekstraordinar tashvishlar pog'onama-pog'ona hamma bosqichda uchraydi. Shu tariqa hamma bir-birining ko'zini shamg'alat qiladi. Har bir xalq ulkan daraxtga o'xshaydi. Uning ildizlari naqadar teran bo'lsa, qaddi basti ham shunga yarasha ulug' bo'ladi. Ma'naviyat xalqning ana shunday o'q tomiridir. Bu ildizlardan suv ichgan avlod aslo kam bo'lmaydi. Ushbu fikrlar tarixiy falsafiy, ma'naviy ma'rifiy, ilmiy ommabop hisoblangan Ma'naviy hayot jurnalining 5-sonida berilgan. Shuningdek, mazkur jurnalda tafakkurimizni yuksaltirishga qaratilgan yana qator maqolalarni o'qishingiz mumkin. Bu yerda har kuni ertalab kunning o'rta vaqtida, ya'ni tushlik vaqtida va kechki vaqtda kursantlarning saflanishi va ularni sanoqdan o'tkazish tadbirlari, yig'ilishlar bo'lib o'tadi. Bu yer xuddi uyingizdek qadrdon bo'lib ketgan bo'lsa kerak-a? Bojxona institutini men o'zimni telefonimga ikkinchi uyim deb saqlab qo'ygan edim. Misol, aka-uka opa-singlaringiz bilan uyda birga bo'lasiz, o'qishga borsangiz alohida bo'lasiz. Sinfdoshlaringiz bilan faqat o'qishda. Bu yerda ertalabdan kechgacha 24 soat 7 kun o'sha hamma kursdoshlar bilan birga bo'ladi-da. Biz hozir Bojxona institutining
bayram tadbirlari bo'lib o'tadigan tantanalar zaldamiz. Bu yerda ulug' ajdodlarimizning ruhlari jo bo'lgan desak mubolag'a aytmagan bo'laman. Sababi buyuk bobokalonlarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur, shuningdek To'marisning rasmlari o'rin olgan. Ko'rib turganingiz, bu yerda alohida burchak, jadidlar burchagi deb nomlanadi. Bu yerda biz tarixni jonlantirishga harakat qilganmiz. O'sha davrning ruhiyatini, o'sha davrni qaysidir ma'noda his qilishimiz mumkin. O'sha davrlarda nima kechgan, bobolarimiz boshlaridan nimalarni kechirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Bojxonachi uchun ma'naviyatni o'rni qanday? Bizning faoliyatimiz davomida turli xil insonlarga, turli xil vaziyatlarga, holatlarga duch kelishimiz mumkin. Ya'ni u vaqti kelganda harbiy xodim, vaqti kelganda tadbirkorlarga ko'makchi, aholiga yordamchi, kerak bo'lsa birinchi tez tibbiy yordamni ham ko'rsata olish qobiliyatlariga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari bojxona xodimlari bevosita chet ellik tadbirkorlar, hamkor vakillar bilan ishlagani uchun bir nechta xorijiy tillarni ham mukammal egallashi talab etiladi. Bojxona organlari mamlakatga kirib kelayotgan mehmonlarning ko'ziga tushadigan ilk insonlar. Bizga qarab turib, bizning mamlakatimizga, xalqimizga baho berishadi. Shuning uchun ham bojxona xodimi har tomonlama yetuk bo'lishi kerak. Ya'ni u o'zining axloqi, ya'ni muomalasi, kishilar bilan yaxshi, chiroyli xulqda bo'lsagina, ularga qarab turib, misol mamlakatning bevosita iqtisodiy salohiyati oshishi bilan birgalikda turizm salohiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biz buyuk ajdodlarning avlodlari hisoblanamiz va ular qoldirgan buyuk merosni o'zimizdan keyingi avlodlarga ham o'z holicha yetkazib berishga harakat qilishimiz kerak. Bundan tashqari bojxona organlari miqyosida ham o'zining xizmat faoliyati davomida vafot etgan fidoyi xodimlar bizning qalbimizdan doimiy chuqur o'rin egallagan. Bizning ajdodlarimizning suratlari orqali biz bevosita o'zimizning bojxona xodimlarining timsollarini ham tasavvur qilgan holda ularga munosib avlod bo'lishga, ya'ni ularning xizmatlariga, fidoyiliklariga doim munosib bo'lishga harakat qilamiz. Shu nuqtai nazardan ma'naviyatning o'rni muhim hisoblanadi. Ko'pchilik bugun sun'iy intellekt xizmatidan faol foydalanadi. U odamlarning beminnat tezkor yordamchisi bo'lib ulgurdi. Hozir sun'iy intellekt tuzgan matnlarni qanday ajratish mumkinligini o'rganamiz. Sun'iy intellekt ko'pincha bir xil shablonda gap tuzadi. Unda grammatik xato deyarli uchramaydi, lekin o'ziga xos jonli til elementlari kuzatilmaydi. Ya'ni matnda muallifning shaxsiy uslubi bo'lmaydi. Asosan bir xil fikrni turli xil so'zlar bilan qayta-qayta takrorlaydi. Masalan, shuningdek, binobarin, bundan tashqari, shu bilan birga, xususan, ayniqsa, shunday qilib kabi jumlalarni ko'p takrorlaydi. O'zbek tilida sun'iy idrok hisoblanadi, iborat, tashkil etadi kabi jumlalardan ham ko'p foydalanadi. Sun'iy intellekt ko'pincha yuzaki va noaniq ma'lumotlarni berishga moyil bo'ladi. Ayniqsa o'zining fikriga o'zi qarshi chiqish va mavzulardan yiroqlashish holatlari ham ko'p uchraydi va ba'zan ishonch bilan manbalarni, sanalarni, shaxslar haqida xato ma'lumotlarni ham ulashadi. Sun'iy intellekt kundan kunga rivojlanishdan to'xtamayapti. Shunday ekan, kun kelib bu xatolarni tuzatib, yanada mukammal matn tuzishni ham o'rganishi mumkin. Assalomu alaykum mahalladoshlar, bizda yangi loyiha. Bu siz uchun albatta foydali bo'ladi. Assalomu alaykum Oybek aka. Assalomu alaykum. Mahalla budjeti o'zi nima maqsadda tashkil etildi, qanday shakllanadi va odamlarga, umuman mahallaga qanday foydali tomonlari bor? Mahalla budjeti tizimi hurmatli prezidentimizning 2023-yil 21-dekabrdagi 402-sonli qarorlariga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, ushbu tizim doirasida har bir mahallaning o'zida mahallalarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armalari tashkil etilgan. Ilgari mahallalar imkoniyati qay darajada edi? Ilgari mahallalarda ushbu tizim mavjud emas edi. Mahallalarda moliyaviy mustaqillik bo'lmagan. Bugungi kunda ushbu tizim doirasida mahallani o'zida moliyaviy manbalar mavjud bo'lib, moliyaviy mustaqillikka ega. Ya'ni o'sha o'zidagi boya aytib o'tilgandek, yuqorida mahallani ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etishda mahallani o'z mablag'lari hisobidan o'zi joyida hal etilmoqda bugungi kunda masalalar. Qanday shakllanadi bu budjet? Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer solig'idan
tushumlarning 10% jamg'armaga yo'naltiriladi. Shuningdek, mahallalardagi 2000 metr kvadratgacha bo'lgan davlat ko'chmas mulk obyektlarini sotilishidan tushgan mablag'lar ushbu jamg'arma daromadlariga yo'naltiriladi. Mahalliy byudjet daromadlarining orttirib bajarilgan qismidan bir qismi yo'naltiriladi. Homiylik, grant mablag'lari jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik mablag'lari hisobidan shakllantiriladi. Bu mahalla byudjetidan foydalanish tizimi qanday? Ya'ni fuqaro murojaat qilsa, uyimni ta'mirlab bering deb, masalan, imkoniyati yo'q, kam ta'minlangan oila uyini ta'mirlashga muhtoj, mahallaga murojaat qilyapti. Undan keyingi bosqichlari qanday? Qanday qilib mana shu fuqaroga shu byudjetdan yordam ko'rsatiladi? Ijtimoiy reyestrga kirgan oilalar joriy ta'minlashga muhtoj bo'lsa, mahallaga murojaat qiladi. Mahalla kengashi ushbu murojaatni ko'rib chiqadi. Uy-joy joriy ta'mirlashga muhtoj bo'lsa, o'rganib, kollegial qaror qabul qiladi. Ya'ni mahalla kengashining qarori asosida mahallaning, uyushmaning tuman shahar bo'limiga talabnoma taqdim etiladi. Rahmat sizga. O'ylaymizki, bugungi berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Assalomu alaykum. Bilasizmi, sahifasi Mir Alisher Navoiyga bag'ishlangan qiziqarli ma'lumotlar bilan yana qarshingizda. Bilasizmi, Alisher Navoiy ijodkor, ziyolilar oilasida tug'ilgan. Uning bobosi Abu Said shoir bo'lgan. Ikkinchi bobosi Muhammad Ali esa musiqachi va xattot sifatida tanilgan. Navoiy 15 yoshida Mavlono Lutfiy uning she'rini eshitib, o'zining 10-12 ming baytini Navoiyning bir g'azaliga almashtirishga tayyorligini aytgan. Mir Alisher Navoiy 52 ming baytdan ortiq asar yaratgan va o'z davrining ham ma'naviy ham moddiy ziyolisi bo'lgan. Uning kunlik daromadi 18 ming shohruhiy dinor bo'lgan. Biroq u barcha boyligini el-yurt manfaati uchun sarflagan. 3 mingdan ortiq madrasa, kutubxona va inshootlar qurdirgan. Bilasizmi, 2009-yilda Merkuriydagi kraterlardan biriga Alisher Navoiy nomi berilgan. Bilasizmi, dunyoda Alisher Navoiyga qo'yilgan bir nechta yodgorliklar mavjud. Moskva, Navoiy, O'sh, Toshkent, Samarqand, Baku, Tokio, Shanxay. Vashingtonda ham Navoiyga yodgorlik o'rnatish rejalashtirilgan. Bizda hozircha shular. Keyingi hafta so'ngiga qadar xayr, salomat bo'ling. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Oblaqulova. Assalomu alaykum. Sport kurashlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan endilikda 2026-2027 o'quv yilidan har bir tuman shaharda bittadan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida sport kurashlariga ixtisoslashgan sport klublari tashkil etiladi va kurash mahorat maktablariga biriktiriladi. Sportchilarni zamonaviy ilmiy metodik yondashuvlar asosida tayyorlash uchun xorijiy trenerlar va mutaxassislar jalb etib boriladi. O'tkir yurak qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarning oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra 2026-yil 1-maydan xalqaro dasturlar asosida ishlab chiqilgan infarkt va insultga qarshi kurashish milliy dasturi hududlarda bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etiladi. Ayrim toifadagi talabalarning davlat oliy ta'lim tashkilotlari talabalar turar joylaridagi yashash xarajatlarini qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi hukumat qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra yashash xarajatlari davlat oliy ta'lim tashkilotlarining faqat kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalariga davlat granti yoki to'lov kontrakt asosida tahsil olishdan qat'iy nazar davlat byudjetidan qoplab beriladi. Adliya vazirligi Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda telekommunikatsiyalar xizmatlarini ko'rsatish qoidalarini yangi tahririni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Endilikda mobil aloqa abonentlari shaxsiy hisobidan mablag' xizmat ko'rsatishni davom ettirish uchun yetarli bo'lmaganda mobil aloqa operatori va abonent o'rtasida tuzilgan shartnomani bekor qilish, mavjud bo'lmagan raqam holatiga o'tkazish muddati 2 oydan 1 yilga uzaytiriladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. O'zbek xalqiga butun dunyoda mehmondo'st va bag'ri keng deya ta'rif beriladi. Ikkinchi jahon urushini olaylik. Bir burda nonigacha urush bolalariga bo'lib bergan xalqdir bu. Shirin bo'lsa kerak.
yoki mashhur 101 filmini eslang. Niderlandiyaning Amersfoort konslageriga yuborilgan o'zbek o'g'lonlarining fojiali qismati ham barchani lol qilgan. Asrlar uzoq vaqt och qoldirilib, bir-biridan non uchun bir-birini yakson qiladi degan xayol qilgan fashistlar kutilmagan holatdan gangib qoladilar. Ochlikdan sillasi qurigan yigitlar nonni boshqa birodarlarga teng bo'ladilar. Bunday ibratli voqealar juda ko'p. Hozir esa tinchlik, xotirjamlik, to'kinlik nashidasidan bahramand bo'libgina qolmay, qayerda shirin taom bor ekan degan o'y-xayollarda e'tiborimizni ijtimoiy tarmoqlarga qaratamiz. E'tibor qilyapsizmi? Bizda so'nggi vaqtlarda ovqatlarni reklama qilayotgan bu blogerlar soni haddan ziyod ko'payib ketdi-ya. Demak, talab va ehtiyojga binoan umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan tortib, fast foodlar va qimmat restoranlar, kafelar ham shunga uyg'un tarzda o'zini ko'z qilmoqda. Bir ishbilarmon boisi boyibdi-da. Shunga otago'ri qoziqxonami dersiz? Ammo yana bir dolzarb masala borki, bu siz va bizning salomatligimiz bilan chambarchas bog'liq. Xitoy xalqining shunday maqoli bor. Bu sen iste'mol qilgan taom. Xo'sh, soat ham allamahal bo'lib qolibdi. Qorni ochdi. Oshga borsammikan? Kitob o'qish umrni uzaytiradi. Yale universiteti mutaxassislari qiziq bir tadqiqot o'tkazishibdi. Tadqiqotda 50 va undan katta yoshdagi 3600 nafardan ortiq respondent qatnashgan bo'lib, ular 12 yil davomida kuzatilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi kitob o'qish odati inson umrining davomiyligiga qanchalik ta'sir qilishini o'rganish bo'lgan. Mutaxassislar ishtirokchilardan haftasiga qancha vaqtini kitob mutolaasiga sarflashini so'ragan. Yig'ilgan javoblar esa salomatlik holati va umr davomiyligi bo'yicha olingan ma'lumotlar bilan solishtirilgan. Yakunda muntazam kitob o'qigan odamlar o'rtasida o'lim ko'rsatkichi o'qimaganlarga nisbatan taxminan 20% ga pastroq ekani aniqlangan. Qizig'i, mutolaaga ko'p emas, haftasiga atigi 3-3,5 soat sarflagan respondentlarda mana shunday ijobiy holat kuzatilgan. Maqolaga ko'ra, tadqiqotchilar gazeta yoki jurnal o'qish bilan bunday natija deyarli qayd etmaganini ta'kidlagan. Ya'ni foyda aynan kitob o'qishda yaqqolroq ko'ringan. Bu kitob mutolaasi miya faoliyatini kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatadi. Tushuntirilishicha, kitob o'qiydiganlar odatda ruhan faol bo'lib qoladi. Bu qarish jarayonida miyani faollikda ushlab turishga yordam beradi. Albatta, tadqiqot ko'p kitob o'qisang uzoq umr ko'rasan degan xulosani bermaydi. Lekin bu kitob o'qish va uzoq umr ko'rish o'rtasidagi bog'liqlik yo'q degani emas. Masalan, xulosa natijalari yosh, jins, sog'lik, daromad kabi omillar inobatga olingandan keyin ham saqlanib qolgan. Ushbu yakuniy kuzatuv ham kitob o'qish hayot tarzining foydali elementlaridan biri ekanligini isbotlaydi. Soddaroq aytganda, o'qish miyani fikrlashga undaydi, stressni kamaytiradi va dunyo qarashni kengaytiradi. Bu esa uzoq umr ko'rish ehtimolini oshiruvchi omillar sifatida ko'riladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kuniga atigi yarim soat mutolaa ham uzoq umr ko'rish uchun katta sarmoya bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chunki ushbu odat bilim va dunyo qarashni rivojlantiribgina qolmay, organizmni sog'lomroq, miyani esa faolroq ushlab turishga yordam beradi. Assalomu alaykum siyosiy ma'rifat soati kuzatuvchilari. Tasavvur qiling, siz 5000 yil orqaga qaytdingiz. Misr piramidalari hali qurilmagan. Metal yo'q, yozuv yo'q, ammo odamlar allaqachon qulay uylar, mebel va hatto kanalizatsiya tizimi bilan yashagan. Bu joy Skara-Brae. Skara-Brae Buyuk Britaniyaning Shotlandiya hududi, Orkney orollarida joylashgan. Bu materik emas, dengizdagi orol bo'lib, hudud doim shamolli va sovuq. Bu qishloq taxminan miloddan avvalgi 3200-yillarda qurilgan, ya'ni u Misr piramidalaridan ham qadimiy. Bugungi kunda Skara-Brae Yevropadagi eng yaxshi saqlanib qolgan neolit qishlog'i hisoblanadi. Qiziq tomoni shundaki, bu joy 1850-yilda tasodifan topilgan. Kuchli bo'ron qum qatlamini yuvib ketadi va toshdan qurilgan uylar ochilib qoladi. Shu paytdan boshlab Skara-Brae butun dunyo olimlarini hayratda qoldiradi. Bu uylar oddiy kulbalar emas edi. Har bir uy issiqni ushlab qolish uchun yerga biroz ko'milgan. Ichkarida esa toshdan yasalgan karavat, javon, stol va o'rtada o'choq bo'lgan.
Eng hayratlanarlisi suv chiqarish tizimi. Skara Brae aholisi chiqindi suvini maxsus kanallar orqali tashqariga chiqarishni bilgan. Bu texnologiya Rim imperiyasidan 1000 yillar oldin mavjud bo'lgan. Bu yerda taxminan 50 dan 100 kishigacha odam yashagan. Ular dehqonchilik qilgan, baliq ovlagan, tosh va suyaklardan asboblar yasagan. Topilgan buyumlar bu jamiyat juda tartibli va rivojlangan bo'lganini ko'rsatadi. Bugun Skara Brae'ga borish uchun avval London yoki Edinburg shahriga uchiladi. Keyin ichki reys bilan Orkney orollaridagi Kirkwall shahriga boriladi. Kirkwall shahridan esa Skara Brae'gacha avtomobil yoki avtobus bilan taxminan 30-40 daqiqalik yo'l. Lekin bitta savol hali hanuz ochiq qolgan. Nega bu joy tashlab ketilgan? Olimlar iqlim sovib ketgani, dengiz sathi ko'tarilgani yoki kuchli bo'ronlar sabab bo'lganini deya taxmin qilishadi. Skara Brae bizga bitta muhim haqiqatni ko'rsatadi. Qadimgi odamlar biz o'ylagandek sodda bo'lishmagan. Ular 1000 yillar oldin ham aqlli, rejali va eng asosiysi tafakkuri rivojlangan bo'lgan edi. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.